utilizatsiyaga ketish ehtimoli bor mana shu ves fura yukka. Ichidagi hammasi suv, mana gazli suv, Italiyadan ortganman. Hammasi utilizatsiyaga ketish ehtimoli oz kattaroq, sababi yuk ozgina surilgan joyidan. Yo'limdan kik chiqib qoldi. Ana natsionalka dishga yo'ldan yurgan edim. Ozgina surildi. Shu yuk surilgani uchun utilizatsiyaga ketish mumkin deb o'ylab qoldim, chunki hozir tushsam men buni yozib qo'yibdi. Produktni уничтожение deb tarjima qildi. Google переводчикdan ruschasiga tarjima qilsam, hammasi utilizatsiyaga ekan mana shuni. Menimcha sababi mana shu sal qiyshuvroq bo'lib qolganda, yuk olib kelganda bitta mana shu qiyshayib qolgan, menikiga o'xshab hammasi utilizatsiya. Butun hammasi mana ichida 6 tadan 1 2 3 4 5 6 bitta blokdan. Shuna yetsa strichchi seli butun bo'ladi. Bilmayman nima qiladi endi bular. Fransiyada emas.